Kuyganlar haqida gaplashamiz. Men kuydim. Kimga borishim kerak? Mana hammada bir xil savol. Kuydim, plastik xirurgiyaga boramanmi yoki kimga boraman? Ya'ni kimga borishni ham bilmaydi bemor. Qarang, bu savolga qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kuygan zahoti menga kelish kerak emas. Sababi, kuygan paytda odamda bir necha kimik o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni organizmda kuyish darajasiga qarab turib, ob'yomiga qarab turib, organizm suv yo'qotishi mumkin. Suv bilan birgalikda har xil mineral moddalar yoki oqsillar yo'qotishi mumkin. Bunaqa holatda bemor og'ir bo'lib qolishi mumkin. Bunga reanimatsiya yoki imенно kuyish bilan shug'ullanadigan kombustologiya bo'limlari bor. Kombustologiyani men eshitmaganman. Birinchi marta eshitdim. Ya'ni kuyish bilan shug'ullanadigan bo'lim, yo'nalish o'zi bu kombustologiya deyiladi. Ya'ni o'sha kuygan zahoti va bizda mana xalq tilida aytishadi, 16-go'r больница deyishadi, shoshilinch больница. Shunaqa больницalarga boriladi, kombustologiya bo'limlariga o'tda birinchi yordam ko'rsatiladi. Masalan, yordam ko'rsatilganda teri o'z holatiga qaytadimi kuygan holatiga qarab turib yoki qaytmaydimi? Umuman qanaqa bo'ladi protsess? Masalan, kuygandan keyin baholash qanaqa bo'ladi? Endi odatda agar kuyish gunoh kuchli bo'lmaydigan bo'lsa, bizda shifoxonaga ham olib borishmaydi bemorni. Agar kuyish obshirniy bo'ladigan bo'lsa, katta bo'ladigan bo'lsa, uni holatda albatta o'sha kombustologiya bo'limiga olib borishadi. U yerda birinchi qiladigan ishligisi ob'yomni, ya'ni yarani yopish. Qancha tez yopilsa, shuncha organizm tez suv yo'qotishi to'xtatiladi. Bunaqa holatda terini shilib, oyog'idan, sonidan, qornidan, endi ob'yomiga qarab turib ko'chirib o'tkazishadi. Bu narsani to'g'ri ham deb bo'ladi, noto'g'ri ham deb bo'ladi bu narsani, chunki endi men o'zim ochiq kombustologiya bo'limida ishlamayman, lekin plastik jarroh sifatida aytgan bo'lardim. Endi bizga asoratlar bilan kelishadi. Asoratlari bilan kelishgandan keyin terini ko'p joydan olib tashlashgan, o'zi chandiq bo'lib ketganda, u joy ishlatib bo'lmaydi-da. Bu joyi bizni teri olamiz yoki ekspanderda cho'zamiz, boshqa narsa qilamiz deb ishlatamiz desa, o'sha chandiq qilib tashlashgan. Endi rivojlangan davlatlarda teri ko'chirishdan oldin qanaqadir maxsus perevaskalari bor. Qaysidir davlatda baliq terisi qo'yishadi, qaysidir davlatda. Bu nimaga yordam beradi? Masalan, baliq terisi qo'ydi, u kuygan teriga yordam beradimi? Sveji kuygan teriga? U sveji kuygan terini o'rniga o'sha joyi tezroq bitishiga yordam beradi. Tabiiy pervaska masalasida. Endi ochig'i buni baribir ham kombustologlar mendan yaxshi bilishadi. Demak, bu aynan kombustologiya sohasi bu sizniki emas. Tushunishim bo'yicha. Значит, kuygan odam birinchi murojaat qilish kerak bo'lgan joy bu kombustologiya va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin u qanaqadir восстановление bo'lgandan keyin уже sizga murojaat qiladi. Bu kombustologiya bo'limida davolangandan keyin baribir ham qanaqadir asoratlar qoladi. Chandiqlar bo'ladi yoki qaysidir joyi o'sha yerdagi teri yoki chandiq tortishini hisobiy kontrakturalar bo'ladi. Bunaqa holatda chuqurroq yondashish kerak. Ya'ni bunda plastik jarroh kerak. Biza bir necha qadam oldindan o'ylab, terini kerak bo'lsa ekonom qilib, kerak bo'lsa oldindan terini cho'zib tayyorlab, bir necha etapda eng yaxshi rezultat olishga harakat qilishimiz kerak, shoshmasdan. Ya'ni buni kuygan zahoti qilib bo'lmaydi, afsuski. U o'sha asoratlarini to'g'irlayotgan paytimizda bu narsalarni to'g'irlashimiz ancha oson bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, bemor ma'lum bir kuyish darajasi bilan keldi. Terisi o'z holatiga qaytadimi? Mana hammani qiziqtirgan savol. Ya'ni boraman, vrachga boraman, vrach meni operatsiya qiladi va meni terim oldingidek bo'ladi. Terini agar kuygan joyi shu o'z holaticha qoldiradigan bo'lsa, hech qachon u o'z holatida bo'lib ketmaydi. Siz oldingizga kelsa-chi? Meni oldimga kelsa, men uni o'rniga sog'lom teri bilan ancha yaxshilashim mumkin bo'ladi. Sababi yonidagi sog'lom terini biz cho'zamiz-da, ekspander bilan suramiz chandiq o'rniga. O'shanda to'g'ri qanaqadir liniyali chiziqlar qolishi mumkin, lekin umumiy olganda ancha yaxshi bo'ladi. Ancha chiroyli ko'rinishga keladi. Endi menimcha qolishi mumkin bo'lgan narsalar bu tikilgan joylar yoki terilarning farqi olingan joyi bilan bo'lishi mumkin. O'zi umuman qaysi holatda teri olinadi? Teri olinishiga qanaqadir показания bormi?
agar ochiq jarohat bo'lsa, defekt, ko'zni defekt deymiz. Ochiq jarohat bo'lsa yoki o'sha joyda chandiq bo'lsa, u joyi biza birdaniga olingan zahoti yonidagi terisi bir-biriga olib kelganda kelmasa, unaqa holatda biza teri ko'chirib o'tkazishimiz agar tikib olib kela oladigan bo'lsangiz, unda qilinmaydi bu narsa. Yo'q. Agar tikib olib kelish iloji bo'lsa, har doim o'zim terisidan foydalangan yaxshiroq. Ha, tushundim. Ya'ni chandiq olib tashlab turib, bir-biriga olib kelib tikiladi. Agar yetmagan holatda qayerdandir olish kerak bo'ladi. Yetmagan holatda terini boshqa joydan olish kerak bo'ladi. Bunda ham terini iloji boricha shu joydagi teriga o'xshash terini tanlashga harakat qilish kerak. Misol uchun, yuz sohasida bo'ladigan bo'lsa, yuz sohasiga eng yaqin keladigan teri quloqning orqasi. Yoki qo'l kaftida bo'ladigan bo'lsa, qo'limizning kaftining terisiga o'xshaydigan joy oyog'imizning kafti. Shunga o'xshab biz tanani qaysidir qismidan teri oladigan bo'lsak, boshqa qismiga to'g'ri keladiganini tanlashimiz kerak bo'ladi. Tushundim. Misol uchun qarang. Bu teri olib qo'yish tushunarli narsa. Olindi, qo'yildi misol uchun. Men ko'rganman, masalan, kuyda teri olib kelib qo'yishgan qayerdadir, yana o'z holatiga qaytib qolgan. Ya'ni xuddi o'sha kuygan holatda o'ziga o'xshab silliq bo'lib, g'alati bo'lib bitgan. Bu hozir teri olib ko'chirish o'zi protsessi nima? Misol uchun u terini shunda olib qo'yadimi yoki qanaqadir hozirgi kunda yengilroq usuli bormi, shu teri mana holatga kelib qolmasligi uchun umuman qanaqa metodda bu bo'ladi? Endi bu yerda yengilroq usul deb aytishimiz sal noto'g'ri bo'ladi, lekin bizda haligacha O'zbekiston sharoitida ko'p viloyatlarda ota-onasining terisini ko'chirib o'tkazish yoki qarindoshining terisini ko'chirib o'tkazish bor. Bu men endi sal meditsinadan tushunganimga, u qanaqadir genlari to'g'ri kelmaydi, u bir-biriga to'g'ri kelmaydigan narsa shekilli. Bu to'g'ri keladimi? Bilasizki, odamga organ ko'chirib o'tkaziladi. Agar qaysidir parametrlari to'g'ri kelsa, jigar yoki buyrak ko'chirib o'tkaziladi, lekin bu ko'chirib o'tkazilgan organ yashab qolishi uchun o'sha bemor butun umr immunitetini tushirib turadigan dorilar ichaverilishi kerak. Nega immunitetini tushirish kerak? Agar immunitetini tushirmasa, immunitet uni begona organ deb отторжение qiladi. Ya'ni o'zidan chiqarib yuborishga harakat qiladi. Men boshqacha o'ylagan ekanman. Men immunitetni ko'taradigan bo'lsa, shu organni saqlab qoladi organizmda tushunardim. Bizning immunitetimiz shunaqangi ishlaydiki, o'zini notanish narsalarning hammasini o'zidan chiqarib yuborishga harakat qiladi. O'rab oladi yoki boshqa qiladi, izolировать qiladi, o'sha narsa ishlamaydigan bo'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshab terini qanchalik to'g'ri kelmasin, qanchalik otasiniki yoki onasiniki bo'lmasin, lekin baribir ham farqi bo'ladi. Faqatgina bitta holatda farq qilmaydi. Agar bitta bir xil egizaklar deyiladi. Ikki xil emas, imminda bir xil egizaklar bo'lsa, unda terisi bir-biriga tushadi. U ham egizak ham qanaqa bo'lishi kerak? Nima deydi, o'g'il bola, qiz bola egizak emas yoki ikki xil egizak emas, imminda bir xil egizaklar bo'lsagina to'g'ri keladi. Tushunarli. O'zi qarang, teri ko'chirib o'tkazish umumiy olganda qanchalik muhim? Misol uchun men o'zimning yoshimda hozir kuydirdim bu joyimni. Menda o'sish jarayoni to'xtagan. Tortishilishi menda qanchalik bo'lishini bilmayman misol uchun. Lekin bilaman, o'sish davri bor. Masalan, bola o'sadi. Ya'ni bola kuydirib qo'yadigan bo'lsa, uni o'sish davrida bu tushunishim bo'yicha ozgina tortiladi terilar. Qarang. Ya umuman pokazaniya qanaqa? Qaysi holatda teri ko'chirib o'tkazish kerak? Ya'ni kattalarda qanaqa holatda, bolalarda qanaqa holatda? O'zi birinchi navbatda aytgan bo'lardim, terini qachon ko'chirib o'tkazish kerak? Qachonki biz o'zini sog'lom terisini yonidan yoki boshqa joydan surib olib kela olmasak, unda terini ko'chirganimiz ma'qul. Lekin mayli hisobga olaylikki, bolani qo'lini kaftini ustida kuydi deylik. Imminda bolani yosh kattalar emas. Nima uchun? Bu chandiq bo'lib tekis holatda chiroyli bitgan taqdirda ham bu chandiqda. Chandiq o'smaydi. Va bolani qo'li o'sgan sari chandiq o'smaganning hisobiga barmog'ini tortishni boshlaydi. Demak, shunda kuygan teri pitatsiya qilmaydi. Ya'ni uni ta'minlab turuvchi qon tomirlar kuygan paytda ishlamay qoladimi, nima bo'ladi? U yerda bo'lu qon bilan ta'minlash emas u yerda. Chandiq bu teri yo'q degani. Teri yo'q, uni o'rniga biriktiruvchi to'qima paydo bo'ldi.
qattiqroq teriga nisbatan qattiqroq elastikligi yo'q bo'lgan narsa. Tushundim. U o'smaydi. U o'smaydi. Uni tarkibida ham mayda juda qon tomirlari bo'ladi, lekin u o'smaydi. O'shani hisobiga bolani qo'li qancha o'sgan sari u tortish kuchaygan sari tortaveradi. Bunaqa holatlarda iloji boricha tezroq operatsiya qilish kerak. Bu shunda qarang, tortishgan holatda bola bemalol harakat qila olmaydi. Chunki tortishgandan keyin mana shunday holatda ko'radigan bo'lsa ham harakat qiyinlashib boradi. Xo'p, bu shunda mana bu bo'g'imlar ham ishlamaslikni boshlaydimi yoki yana nima anaqalari bor yana? Vaqtiga qarab. Qancha bemor yosh kichkina bo'lsa, shuncha uzoqroq vaqt kuta oladi operatsiyani. Qancha yoshi katta bo'lsa, shuncha qisqa vaqt ichida operatsiya qilish kerak. Sababi yoshimiz katta bo'lgan sari bizning bo'g'imimizni qotish anaqasi tezroq bo'ladi. Mana e'tibor berganman, yoshi katta bemorlarimda agar operatsiya vaqtida qilinmasa, 2-3 oydan keyin bo'g'imlari qotib qolgan. Qotib qolish deganda bo'g'im uje suyuqligi yurmaganlik hisobiga suyaklanish paydo bo'lib, bu keyin faqatgina sindirib to'g'rilash mumkin bo'ladi, xolos. Yosh bolalarda u ozgina vaqt bo'ladi, lekin bu ozgina vaqt bor ekan deb bir necha yil kutish kerak emas. Ularda ham qotadi. Faqat uzoqroq vaqt qotadi. Shuning uchun iloji boricha tezroq funksiyasini saqlab qolgan holatda to'g'rilash kerak bo'ladi. Tushunarli. Misol uchun mana tortishdi. Xo'p, aynan siz bera oladigan решение nima bunga? Mana tortishdi, teri tortilgan. Misol uchun boya siz boshqa usulini ham aytdingiz, qon tomiri bilan dedingiz menimcha. Masalan, oddiy teri ko'chirib o'tkazsa, bu tortishini решенияsi emas, tushunishim bo'yicha. Agar oddiy teri ko'chirib o'tkazadigan bo'lsak, qon tomirsiz, ya'ni terini o'sha derma-epidermis qavatini o'zini olib qo'yadigan bo'lsa, u bitgandan keyin sog'lom teridan farq qilib elastikligi sog'lom teridan qattiqroq bo'ladi. O'sish anaqasi ham sekinroq bo'ladi. Shuning hisobiga bolani qo'lini yana tortish mumkin. Chandiqdek emas u, lekin chandiqdan yaxshi bo'lgan holatda ham tortish mumkin. Shunaqa holatda iloji boricha bu yerga qon aylanishi buzilmagan, yumshoq, elastikligi saqlangan holatda terini ko'chirib o'tkazish. Shunda siz teri olayotganingizda uni qon tomiri bilan olib qaysidir tomirga ulaysizmi shunda? Uni ikki xil varianti bo'ladi. Agar biz qon tomirini uzmasdan shu joyga ko'chira oladigan bo'lsa, terini ajratamiz-da, bitta soch tolasida keladigan tomirini olib qolamiz. U yerda arteriya, vena bo'ladi. O'sha terini qo'yib tikamiz. Ikkinchi variant, agar bunaqa tikib qo'yish yoki yon atrofidan qilish iloji bo'lmasa, unda tomirini mikroskop tagida uzib, uni keyin mikroskop tagida o'sha yerdagi kerakli tomirga ulab qilinadi. Yo'q, men bu operatsiya turini to'g'risini aytaman, eshitmaganman. Endi shaxsiy savol beraman, aynan bu operatsiyani qayerda o'rgangansiz? Bu umumiy qayerdan xayolga shu narsa kelishi mumkin? Ya'ni men uchun bu know-how-da, qon tomiri, ya'ni juda ham u tushunishim bo'yicha mikroxirurgiya. Mikroxirurgiya, rekonstruktiv mikroxirurgiya deyiladi. Plastik xirurgiyani bir katta qismi hisoblanadi. Afsuski, O'zbekistonda bu qismi plastik xirurgiyani ancha ortda qolgan hozirgi paytda. Lekin 2016-yilda men Janubiy Koreyaga o'qishga borgan paytim o'sha yerdagi juda ham og'ir rekonstruktiv operatsiyalarda mikroxirurgiya imini birinchi navbatda qo'l kelayotganini ko'rib, bu narsani o'rganishga ishtiyoq paydo bo'lgan. To'g'ri, bu operatsiyalar juda qiyin. Operatsiyaning davomiyligi 14 soat, 15 soat bo'lishi mumkin. Lekin uni rezultati odamning hayotini o'zgartiradi. Odamning hayoti o'zgargandan keyin uni yillar davomida bu operatsiyadan keyin maza qiladi-da odam. Tushundim. Ya'ni siz shunda qaysi davlatda o'rgangansiz buni? Janubiy Koreyada. Necha yil davomida o'qigansiz? Janubiy Koreyada 2 yil o'qiganman. 2 yil davomida rekonstruktiv mikroxirurgiya, qo'l xirurgiyasi, shunga o'xshash sohalar, immuniy plastik jarrohligi rekonstruktiv qismini chuqur o'rganib kelib O'zbekistonda shuni tatbiq qilamiz. O tatbiq qilasizmi yoki bir qancha operatsiyalaringiz bormi shu yo'nalishda qilingan? Terini qon tomiri bilan ko'chirib o'tkazish operatsiyasini biz 4 yil oldin uje O'zbekistonda birinchi marta qilib, bu operatsiyani hozirgi paytda 100 ga yaqin uje bunaqa operatsiyalar o'tkazildi. Aynan O'zbekistonda uje 100 ta bunaqa operatsiya qildingiz. Shunaqa operatsiyalar